Farg'ona tong otguncha. Bu asar o'zbek yozuvchisi Mirzakalon Ismoiliy tomonidan yozilgan qiziqarli badiiy asarlardan biridir. Asarda Farg'ona vodiysidagi hayot, insonlarning mehnati, orzu-umidlari va murakkab taqdirlari tasvirlanadi. Asarda voqealar Farg'ona vodiysida yashovchi oddiy insonlar hayoti orqali tasvirlanadi. Qahramonlar turli sinovlarga duch keladilar, lekin ular mehnatsevarlik, sabr-toqat va o'zaro yordam orqali qiyinchiliklarni yengishga harakat qiladilar. Roman davomida qishloq aholisi hayoti, ularning kundalik mehnati, orzu-umidlari va ba'zan uchraydigan muammolari ko'rsatib beriladi. Qahramonlar orasida halol, mehnatkash odamlar bilan birga hayotning murakkab tomonlari ham ochib beriladi. Asar davomida insonlar bir-biriga yordam berib, birlik va hamjihatlik orqali og'ir vaziyatlardan chiqishga intilishadi. Muallif voqealarni tasvirlar ekan, insonning sabr-toqatli bo'lishi, mehnat qilishdan qo'rqmasligi va kelajakka ishonch bilan qarashi kerakligini ko'rsatadi. Asar nomidagi tong otguncha iborasi ham ramziy ma'noga ega bo'lib, u qiyinchiliklardan keyin albatta yorug' kunlar kelishini anglatadi. Farg'ona tong otguncha o'quvchini hayot haqida chuqur o'ylashga undaydi. Unda xalq hayoti, milliy qadriyatlar va insoniy fazilatlar yorqin tasvirlangan.